Assalomu alaykum. Sport mustahkam sog'liq kafolati. Bugungi kunda ertamiz egalari bo'lgan yoshlarni ommaviy ravishda sportga jalb etish, ularning orasidan yangi olimpiada g'oliblari, chempionlarni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda va buning uchun davlat tomonidan munosib sharoitlar yaratilmoqda. Eng ahamiyatlisi bu imkoniyat va sharoitlar tuman va mahallalar darajasida amalga oshirilmoqda. Bugun biz Toshkent shahri misolida aynan bolalar sportini rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishamiz. Jismoniy tarbiya va sport sohasini yangi bosqichga olib chiqish davlatimiz e'tiboridagi doimiy va muhim masalalardan biri. Bu boradagi izchil islohotlarning huquqiy asosi sifatida 2026-yil 24-martda yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonunini keltirish mumkin. Unga ko'ra aholini ommaviy sportga keng jalb etish, jismoniy faollikni oshirishga oid dasturlarni ishlab chiqish, inklyuziv sportni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biridir. Bugungi kunda mana Toshkent shahrida Ichki tumanimizda 585 ta mahallamiz bo'lsa, 23 ta sport maktablarimiz, ya'ni 19 ta sport maktablari, 4 ta ixtisoslashgan sport maktablarimiz faoliyat yuritib keladi. Bu sport maktablarimizga 22 mingdan ortiq, ya'ni o'sha yoshlarimiz, ya'ni sportchilarimiz muntazam sport bilan shug'ullanib kelishmoqda. Sport maktabimizda 826 ta, ya'ni trenerlarimiz faoliyat yuritib keladi va ular o'z o'sha saboqlarini, ya'ni shu bolalarimizga tarbiya berib kelmoqda. Bundan tashqari o'sha Toshkent shahrida mana hozir xabaringga bor 5 ta Shamus olimpiadasida o'tkazilayotgan sport musobaqalariga, ya'ni ommaviy sportga jalb qilish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Toshkent shahrida 2000 dan ortiq, ya'ni sport inshootlari mavjud bo'lib, bunda o'sha suzish havzalarimiz, stadionlarimiz hamda o'sha mahallalarda joylashgan maydonchalarimiz bor. Bunda ham o'sha ommaviy sportga jalb qilish bo'yicha mahalladagi yoshlarimiz shu sport inshootlarida sport bilan musobaqalashib kelmoqdalar. Toshkent shahridagi sport maktablari faoliyati bilan tanishishni Yakkasaroy tumanidan boshladik. Mazkur sport maktabi doim sportchi bolalar bilan gavjum. Sportning yakka va jamoaviy o'yin turlari bo'yicha o'quvchilar mashg'ulotlarni zamonaviy sharoitlarga ega maydon va zallarda o'tkazishmoqda. Nazarimda aynan sport maktabining barcha yutuqlari shu yerga jamlangandek. Sizlarning o'sha harakatlaringizning natijasi, samarasi shu yerda mana savlat to'kib turgan medallar va kuboklarda namoyon bo'lmoqda. 2025-yilda Osiyo o'yinlarida moyta sport turi bo'yicha Bahraynda o'tgan sportchimiz hamda islom o'yinlarida 3-o'rinni oldi, hamda para armiya sport turi bo'yicha 5 ta 2 ta birinchi o'rin, 2 ta ikkinchi o'rin va 1 ta 3-o'rinni qo'lga kiritib kelishdi sportchilarimiz. Hamda hozirgi kunda Prezident olimpiadasi bo'lib o'tdi 2025 birinchi marta. Unda bizani sportchilarimizdan bitta ikkinchi va bitta 3-o'rinni qo'lga kiritdik. Hozirgi kunda 2026-yilda 3 bosqichli bo'lib o'tyapti bu Prezident olimpiadasi. Birinchi tuman hokim olimpiadasi, ikkinchisi shahar hokim olimpiadasi va uchinchisi Prezident olimpiadasi bo'lib o'tadi. Hozirgi kunda tuman hokim olimpiadasi bo'lib o'tyapti. Bizning sportchi 100 ga yaqin sport o'tdi, o'zi 1705 ta sportchimiz jalb qildik. Bu yerda qatnashish, shulardan 105 ta birinchi o'rinni egallagan sportchilarimiz shahar bosqichiga yo'llanma olishdi. Hozirgi kunda biz o'zimiz natijalarga qaryapmiz. Bizda bu yil Xudo xohlasa umuman o'zimiz sport maktabimiz, sport tumanimizdan bir 10 ta 15 ta o'sha olimpiya cho'qqilarida nima deydi, birinchi o'rin olishga natijasiga erishib harakat qilmoqdamiz. Umuman bugungi kunda sport maktabi nechta tarbiyalanuvchisiga ega, qanday sport turlari bo'yicha yo'nalishlar bor bu yerda? Bizda hozir Yakkasaroy tumani Mirson sport maktabida 19 sport turimiz mavjud. Shundan 10 tasi olimpiya sport turi, 4 tasi noolimpiya sport turi, 3 tasi milliy sportimiz va 4 ta para sport turlarimiz mavjud. Para sport turlarimiz hozirgi kunda bizda 1200 ga yaqin sportchilarni shug'ullantirib bormoqdamiz. 2025-yilda oladigan bo'lsak, 5 ta tashabbus olimpiadasida 3 ta sport turidan respublika bosqichida birinchi o'rinni egalladik, hamda ikkinchi o'rinni egalladik. Bunda o'sha Rakat boshi, Bobur mahallasi, Belariq mahallalarimiz o'sha respublikada oliy o'rinlarni egallab, hamda o'sha prezidentimiz tomonidan har bitta o'rinni egallaganga, misol uchun 5 tashabbusda respublika bosqichi birinchi o'rinni egallaganga universal sport maydoni, bu degani 500 millionlik sport maydon qurib beriladi har bitta medal uchun.
Misol bizda xuddi shu narsadan 3 ta yutuqqa erishdik voleybol sport turidan hamda streetbol shaxmat bo'yicha birinchi o'rinni egalladik va bitta gandbol bo'yicha ikkinchi o'rinni egalladik. Bundan birinchi o'rinni egallagan universal sport maydoni qurib beriladi. Ikkinchi o'rinni egallagan o'sha 5 tashlab egallagan o'ringa streetbol va workout quriladi. Uchinchi o'rin o'zini mahallasi qurib beriladi. Uchinchi o'rinni egallaganga faqat workout sport maydoni qurib beriladi. Bu tomonlama shu sport vazirligimiz tomonidan bu qurib 2026-yilda qurib bitirib berishi amalga oshiriladi. Sport maktabiga qarashli suv havzasi ham o'tgan yili kapital ta'mirdan chiqarildi. Bugun bu yerda nafaqat suzish, balki suv polo sporti bilan bolalar katta ishtiyoq bilan shug'ullanishmoqda. Musobaqalarda qatnashmoqda va yangi marralarni ham zabt etishmoqda. Hozir sharoitlar zo'r, basseyn toza, dushlarda suv yaxshi keladi. Hamma yoq toza va ozoda. Biz musobaqalarga tayyorgarlik ko'ramiz. Musobaqa keyingi oy. Men chempionatlarga ko'p borganman. Sirdaryoga, Xorazmga, Farg'onaga, Samarqandga, Namanganga, Jizzaxga borganman va u yerlarda men diplom, medal va sovg'alar olib kelganman. Дети водное поло начинают заниматься где-то с 9-10 лет. 10-11 yosh suv polo bilan shug'ullanishni boshlash uchun eng yaxshi yoshdir. Bundan oldin bola suzishga albatta borgan bo'lishi kerak. Men 5 yildan beri ushbu sport maktabida ishlab kelmoqdaman. Yosh suv polochilarimiz turli musobaqalarda yaxshi ko'rsatkichlarni qayd etishmoqda. O'tgan yili suv havzamiz kapital ta'mirlandi. Zamonaviy professional darvozalarga ham ega bo'ldik. Mashg'ulotlar uchun hammasi a'lo darajada deb bemalol ayta olaman. То есть условия для тренировок у нас отличные. Bolalar kelganida birinchi bizlar tibbiy ko'rikdan o'tkazamiz. Qaysi sport turiga loyiqligini aniqlab, keyin shu sport turiga bola qatnashadi. Qatnashgandan keyin bolajonlarimizni fizik o'zgarishlar bo'ladi. 6 oydan qatnashgandan keyin yurakda o'zgarishlar paydo bo'lib qoladi bolalarning. Yuragi kengayadi. Shuni kuzatib, undan tashqari patologik holatga o'tmasligi uchun bizlar tez bolalarni tekshirib turamiz. 2 marta yilda bolalarni bizlar katta ko'rikdan o'tkazamiz. Dispanserimiz bor. Shu dispanserdan hamma doktordan o'tib, hamma tekshiruvdan o'tib bo'ladi bola. Analizlarni topshirib. Bizlar bu yerda EKG-ni yilda 2-3 marta bolalarga o'tkazib qarab turamiz. Patologik holatga o'tib ketmasligi uchun. Undan tashqari bizlar bolalarni har doim murabbiy bilan birga dars paytida tekshiruv o'tkazamiz. Shu nagruzkasi ko'payib ketmasin. Bolajonlarimiz natijani tezroq olish uchun ko'proq harakat berib qo'yishadi. O'zlari ham bilmay qolgan taqdirda shu bizlar me'yorida o'tkazishga harakat qilamiz, me'yorida tekshirib qarab turamiz. O'zbekistonning futbol bo'yicha jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritishi bolalar orasida futbolga bo'lgan qiziqishni yana bir karra oshirdi. Tuman sport maktablarida futbol bilan shug'ullanishni maqsad qilgan bolalar soni ortib bormoqda. Ularning qamrovi uchun munosib sharoit yaratish talab etiladi. Yakkasaroy tumanidagi 1-sonli sport maktabining yopiq futbol maydoni havas qilsa arzigulik ko'rinish va sharoitga egadir. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerak, sport maktabining futbol, basketbol, voleybol, streetbol uchun mo'ljallangan maydonlari 5 tashabbus olimpiadasi g'oliblari uchun qurib berilgan. Biza basketbol bilan rakat mahallasi shug'ullanganmiz. Keyin esa 5 tashabbus musobaqasida qatnashganmiz va birinchi o'rinni olganmiz. Keyin esa bizani ikkinchi sport maktabiga jalb qilishgan. Biz bu yerda professional shug'ullanyapmiz basketbol bilan. Sharoitlar zo'r. Hammasi yaxshi. Basketbolning koptoli ham yaxshi, hammasi zo'r. Maza qilib shug'ullanamiz. Korti ham zo'r. Erkin kurash bo'yicha 9 yildan beri shug'ullanaman. Musobaqalarda yaxshi natijalar qilganman. Mana shu Yakkasaroy tumanidagi sport maktabiga kelaman. Sharoitlar hozir oldingidan ancha yaxshi. Men ismim Muhammad Sodiq. Men taekwondo sporti bo'yicha 3 yildan beri shug'ullanaman. Sport maktabimizda hamma sharoitlar bor. Taekwondo bilan 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar shug'ullanishi mumkin. Hozirda biz 5 tashabbus olimpiadasiga tayyorlanyapmiz. Bolalar, qizlar sport maktabimiz qanaqa? Sport maktabi tarbiyalanuvchilari nafaqat respublika miqyosidagi, balki xalqaro musobaqalarda ham yaxshi natijalarga erishishmoqda. Yaqinda biz Xitoyning Tianjin shahriga bordik. Yoshlar o'rtasida 10-jahon chempionati bo'lib o'tdi.
va u yerda bronza medalni qo'lga kiritdim. Bu keyingi musobaqalarim uchun juda katta motivatsiya bo'ldi. Bugungi kunda ushbu sport ham ancha rivojlanmoqda va bu sport bilan shug'ullangan yoshlar ko'paymoqda. Ushbu sportni aqlan rivojlantirishga ham juda katta yordam beradi, sog'lom turmush hayotiga ham targ'ib qiladi. Men Yakkasaroy sport maktabida 7 yildan beri shug'ullanib kelaman. Bu 7 yil ichida men ancha tajriba oldim va ko'plab musobaqalarda chempionlikni qo'lga kiritdim. Yaqinda bo'lib o'tgan, Bahrayn shahrida bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Bunga menga katta yordam bergan ustozim, ota-onam va davlatimizga kattakon rahmat aytaman. Muay Thai sport turi bo'yicha yigitlarimiz, balki qizlarimiz ham juda ham faol shug'ullanib kelishmoqda. Keyingi musobaqam Malayziyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga tayyorlanmoqman hozir. Men Abdurahim Fasadbek kickboksing sport turi bilan 11 yildan beri shug'ullanib kelaman. Bu vaqt davomida men 2022-yil, 2024-yil jahon chempionatlariga bordim. 2022-yil Italiyada, 2024-yil Vengriyada jahon chempionatida birinchi o'rinni oldim. Jo'lon akam, Yo'ldosh Javlon o'tgan yili 2025-yil kattalar bo'yicha jahon chempionatida faqat ikkinchi o'rinni oldilar. Sagdullayev Jahongir 2025-yil jahon kubogida Italiyada birinchi o'rinni oldi. Biz uchalamiz ham kickboksing sport turi bo'yicha terma jamoa a'zosimiz. Hozirda biz 2026-yil Italiyada bo'ladigan jahon chempionatiga tayyorgarlik olib boryapmiz. Xudo xolasa Italiyada ham bayrog'imizni yuqoriga ko'tarib, birinchi o'rinlarni olib kelish niyatdamiz. Biz o'sib kelayotgan yosh avlodga kickboksing sport turi bilan muntazam shug'ullanishni tavsiya qilamiz. Bugungi kunda bolalar sport maktablarida parasport turlarini rivojlantirish bo'yicha muhim qadamlar tashlanmoqda. Nogironligi bo'lgan bolalarga ham sport bilan to'siqsiz shug'ullanish imkoniyati yaratilyapti. Bu e'tibor va g'amxo'rlik o'zining ijobiy natijalarini berishni boshladi. Jahon chempionati 2025-yilda bronza medaliga ega bo'ldim. Undan keyin 2025-yil Osiyo o'yinlarida kumush va bronza medaliga va bu yil o'tkazilgan 2026-yildagi jahon kubogida birinchi o'rinni olish nasib qildi. Bundan juda ham xursandman va o'zimning trenerlarimga, sport maktabi, Birinchi Soliy Yakkasaroy sport maktabi rahbarlariga minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Sharoitlar juda zo'r. Dubay, Bolgariya shahrida bo'lganlarimizda ham juda zo'r sharoitlar yaratib berishgan. Qayoqqa? O'tiring, reklama ko'ramiz. Ulgurdim. Voy, shetidan davom ettiramiz. Nuriddin aka, bugungi kunda sport maktabiga yoshlarni jalb etishda maktablar, mahallalar bilan hamkorlik qanday yo'lga qo'yilgan? Hozir shu ommaviy sport aytgan 5 tashabbus bo'yicha bizda asosiy seleksiya ishlari bo'ladi. Bunda hozir o'sha prezidentimiz tomonidan har bitta 5 ta mahallaga bitta seleksioner trener olganmiz. Bunda hozir bizda 2 ta seleksioner murabbiyim bor. Ular mana shu mahallalarda ta'lim maktablarida mana 5 tashabbus olimpiadasidan yaxshi natija erishgan sportchilarni sport maktabiga jalb qilamiz. Yig'ib, ularni hozir bizda ham o'sha o'zimizning platformamiz bor. Sport ERP degan sport platformamiz orqali o'tkazamiz hammasini. Hozir mana shu 5 tashabbus musobaqalarimiz boshlangan. Bulardan iqtidorli sportchilarni hamda seleksioner trenerlar bilan birgalikda o'z sport klublarimizga jalb qilyapmiz. Shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak, bugungi kunda mamlakatimizda aynan sport maktablarining moddiy texnik bazasini yaxshilash, ularni zamonaviy ko'rinishga keltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda va aynan Yakkasaroy sport maktabida bu ishlar qanday amalga oshirildi? Hozirgi kunda bizda sport maktabimizda 2025-yil o'tgan yili qurilgan, mana hozir ko'rdinglar, open budjet bo'yicha mablag'lar ajratilib, 2 ta g'oliblikni qo'lga kiritdik. Bittasini o'sha usti yopiq stadionni qurdik, bittasiga suzish havzamizni kapital remont qildik, hamda jihozlar bilan o'sha
1 milliard pul yutib olganmiz. Jihozlar bilan sportchilarga hamda murabbiylarga sharoitlar yaratib berdik. Bugungi kunda Toshkent shahrida jami 2425 ta sport inshooti mavjud bo'lib, ulardan 20 tasi stadion, 784 tasi sport zallari, 76 tasi suzish havzalari, 232 tasi sun'iy qoplamali maydonchalar, 1234 tasi sport maydonchalari hisoblanadi va ularning kunlik quvvati 242.500 nafar aholiga xizmat ko'rsatish imkonini beradi. 2022-yilda hozirgi kunga agar o'sha raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 93 ta sport inshootlari, maydonchalari shu barpo etildi. Ya'ni o'sha Toshkent shahrida o'sha workout maydonchasi bo'ladimi yoki street workout maydonchasi yoki o'sha universal sport maydonlari o'sha yoshlarimizga xizmat ko'rsatmoqda. Hozirda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, millat genofondini yaxshilash va barkamol avlodni tarbiyalash yo'lida mahallalarda ham aholini sportga keng jalb etish ishlari jadal amalga oshirilmoqda. Endilikda mahallaga tegishli hududlarda sport maydonlari hamda workoutlar qurishga alohida e'tibor qaratilyapti. Mirobod tumanidagi 158-sonli umumta'lim maktabida bu borada yaxshi tashabbuslar yo'lga qo'yildi. 5 tashabbus musobaqasi mahalla yoshlar qatnashib olimpiadasida yutib chiqib birinchi o'rinlarni olib, mana o'shani birinchi o'rinni olgani uchun yoshlarga ko'proq sportga jalb qilish uchun workout qurib berildi. 150 maktab territoriyasiga qurildi maktabga workout. Bundan tashqari mahalla idorasi oldida workout qurildi. Undan tashqari sport maydonchalari qurildi. Katta rahmat aytmoqchi biza yoshlarimizga mana shu sportlarda juda qatnashib birinchi o'rinni olishibdi. O'tgan yil qizlarimiz DX kubida birinchi o'rinni olib, mahallamizga yana ko'p sovrinlar olib kelib berishdi, kubok olib berishdi. Bundan tashqari mana shu maktabda ochilgan sport maydonchasida, mahallamizda qurilgan workoutda nafaqat maktab o'quvchilari, mahallamiz aholisi, yoshlar ham chiqib qatnashadi. Maktabda mana shu maydoncha workout 22:00 gacha o'z ish faoliyatini yuritadi. Undan tashqari bu yerga qariyalar ham kelishadi, qariyalar ham tortinishadi, ko'ramiz bularni. Ommaviy sportni rivojlanishiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bundan biz juda xursandmiz. Ko'rib turibsizlar, mana bolalarimiz sportni futbol, voleybol, basketbol turlari bo'yicha juda qiziqib shug'ullanib kelmoqdalar. Bu borada bizning maktabimizda ham to'garaklar tashkil etilgan. Undan tashqari bolalarimiz yanada qiziqishini yanada uyg'otish maqsadida turli xil sport maktablariga ham jalb qilib kelyapmiz. Hozirgi kunda ko'rasizlar chiroyli sport maydonchalarimiz bor. Bolalarimiz nafaqat bizning maktabimiz bolalari, hattoki mahallamizni bizga yana Fitrat Furqat mahallasini yoshlari ham kelib, birgalikda, hamkorlikda mana sport turlari bilan bemalol shug'ullanib, foydalanib kelishmoqda. Mirobod tumanidagi 2-sonli sport maktabi 2025-yilda foydalanishga topshirildi. Maktab binosi va sport maydonlari zamonaviy talablar va standartlarga muvofiq barpo etilgan. Bugun bolalar shijoat, g'ayrat va g'oliblik istagi ila o'zlari tanlagan sport bo'yicha mashg'ulotlarga qoldirmasdan qatnashmoqda. Ularga tajribali va yuqori malakali murabbiylar sport saboqlarini berib kelmoqda. Bahodir aka, bugungi kunda yurtimizda aynan bolalar sportini rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilyapti va deyarli tumanlardagi barcha sport maktablari ham qayta ta'mirlanib foydalanishga topshirilmoqda. Mirobod tumanidagi sport maktabi ham ana shular qatorida, to'g'rimi? Bizning sport maktabimizda hozir 1300 nafar bola muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib kelishmoqda, sportning o'yin turi bo'yicha. Va 43 ta murabbiy o'z ish faoliyatini olib boryapti. 43 ta murabbiydan 26 nafari toifaga ega bo'lgan murabbiylar. Undan tashqari bizda seleksion trener ishlatib berildi. Bu trenerlarning asosiy maqsadi mahallaga chiqib, mahalla bilan hamkorlikda, mana hozir xabaringiz bor, 5 tashabbus olimpiadalari bo'lib o'tmoqda. 16-30 yosh toifasi bo'yicha. Undan tashqari adaptiv sport bo'yicha sport musobaqalari bo'lib o'tmoqda. Undan tashqari 30 yoshdan oshgan yoshlar o'rtasida ham sport turlarimiz, futbol, voleybol, shashka, shaxmat, korxona, tashkilotlari o'rtasida musobaqalar bor. Bular hammasi tizim yaratildi hozirgi kunda. Professional sportga kirib kelishi birinchi qadam bu albatta ommaviy sport. Ommaviy sport orqali bizning yoshlarimiz birinchi qadamini sportga qo'yib va murabbiylar unga to'g'ri ko'rsatma beradi. Kimdir futbol yaxshiroq o'ynaydi, kimdir voleybol. Mana biz hozir voleybol sporti ham bizning sport maktabi ustuvor sport turlaridan hisoblanadi. Biz mana Toshkent shahar terma jamoasiga, respublika terma jamoasi a'zolari. Bu voleybolda ham biz maktablar bilan hamkorlik yo'lga qo'yib, umumta'lim maktabda shug'ullanayotgan bo'yi basti, baland qizlarni biz murabbiy bor, ularni jalb qilib, ular o'rtasida mana Mirobod tumanida 19 ta umumta'lim maktabi mavjud.
ular jismoniy tarbiyalar o'qishlar hamkorlik qilgan holda musobaqa qilamiz. Maqsad ularni iqtidorlarni tanlab olish. 25 yildan beri murabbiylik faoliyatimni olib borayotgan bo'lsam, shu yillar mobaynida nafaqat O'zbekiston chempionlari, balki Osiyo chempionlari, Osiyo o'yinlari g'oliblari, jahon chempioni, jahon chempionat sovrindorlari va 2018-yil bo'lib o'tgan yoshlar o'rtasidagi yoshlar olimpiadasida karate bo'yicha shogirdimiz 3-o'rin sohibasiga aylanib, prezidentimiz tomonidan Zulfiya mukofotini olishga ham musharraf bo'ldi. Va bundan tashqari kompleks musobaqalarda ham Islom birdamlik o'yinlari, BRICS o'yinlari, mustaqil davlat hamdo'stligi o'yinlarida ham juda ko'p natijalarni erishib kelib, hozirgi kunda hamma sport turidan O'zbekiston juda katta yutuqlarga erishayotgani amalda ko'rinib turibdi. Hozirgi kunda eng bitta hammani xursand bo'ladigan, murabbiy va sportchilar xursand bo'ladigan eng katta yutuq bu davlatimiz rahbari tomonidan har bir yo'nalishga va tizimga alohida qarorlar chiqishi, alohida e'tibor qaratilishi, sport bazalarini shakllantirishi, bu narsa keskin farq qildi. Oldingiga nisbatan hozirgi vaqtda juda ham yuqori darajalarga ko'tarilib ketdi. Buni natijasida mana hech kimga sir emas, hozirgi kunda olimpiada musobaqalarida O'zbekiston sportchilarining qanaqa natijalarga erishib kelayotgani bu ommaviy axborot televideniyalarida ham yoritilib borilmoqda. Medallar shodasi bilan kelishi, O'zbekistonni jahon arenasidagi ro'yxatlardagi eng yuqori pog'onlarga erishilgani hozirgi kunda davlatimiz rahbaridan berilayotgan sportga eng katta e'tibor deb bilamiz. Bir yildan beri futbolga qatnashaman. Har doim o'yinlar bo'ladi. O'yinlarda g'olib bo'lamiz. Bizning sharoitlarimiz zo'r, kaptalarimiz bor. Qishda zalda trening qilamiz. Bu men o'zi yoshligimdan yaxshi ko'raman, shuning uchun bu yoqqa kelganman. Yaxshi futbolist bo'lish uchun dieta qilish kerak, vaqtida futbolga kelish kerak, trenirovkalarni qoldirish kerak emas. Sharoitlarimiz yaxshi, hamma narsa bor bu yerda. Biz shahar chempionatida o'ynaymiz. Ko'pgina yutuqlarga erishmoqchimiz hamda birinchi o'rinni olmoqchimiz. Toshkent shahridagi 19 ta sport maktablaridagi o'sha seleksioner trenerlarning tashkil etilishi, bu seleksioner trenerlarning vazifasi shu yoshlarimizni 5 tashabbusda ishtirok etayotgan yoshlarimizni ya'ni professional sportga qadam bosishlari uchun ilk qadamlarini ya'ni o'sha boshlab berishadi. Ya'ni seleksioner trenerlarimiz ularni sport turlari bo'yicha ishtirok etishayotganda bularni ham o'sha sport maktablarimizga ya'ni o'sha professional sport bilan shug'ullanishlari uchun ya'ni ro'yxatga olishadi. Sport maktabi tumandagi mahallalar bilan yaxshi hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ular bir maqsad yo'lida, ya'ni aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun bor imkoniyatlarni ishga solishmoqda. Bizni Istiqlolobod mahallamizda nafaqat yoshlar uchun, balki qariyalarimiz uchun ham hamma sport to'garaklari mavjud. Zamonaviy yo'laklar tashkil qilingan. Mana shu zamonaviy yo'laklarda ertalab hamda kechki vaqtda albatta 5000 qadam yurib, salomatliklarini yanada tiklab harakat qilishyapti. Bizda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarimiz, ya'ni 2-guruh, 1-guruh, 3-guruh nogironlarimiz jami 64 ta. Shularni bizlar ijtimoiylashuvni tashkillashtirib, shaxmat, shashka, basketbol, voleybol o'yinlariga jalb qilganmiz. Ular bizdan xursand, haftasiga 2 marta kelib qatnashib ketadi adaptiv sport bo'yicha. Keyin mana bu yugurish bo'yicha Hayitov Mirvali respublika bo'yicha 3-o'rinni egalladi. Birgalikda hamkorlikda ishlab, uni xudo xolasa jahon chempioni qilib 1-o'ringa olib chiqish niyatimiz bor. U bilan hamisha hamsuhbatmiz, birga olib, birga yuribmiz. 2-guruh nogironi, lekin anaqa hayotga ishtiyoqi yaxshi. O'sha 3-o'rinda olgandan keyin ancha kayfiyatlari ko'tarilgan. Undan tashqari ham boshqa nogironlarimiz bor. Ular ham qiziqib, mana har payshanba bilan seshanba kuniga albatta mana shu sport kompleksida mana shu yerda uchrashib, shaxmat, shashka to'garaklari bilan birgalikda adaptiv sportni olib boryapmiz. Ular o'zini nogiron deb his qilmayapti. Birga o'sha sog'lomlar bilan birgalikda o'sha yugurishga birga qatnashib, mana marafonlarga chiqdi. Yaqinda marafonga borib keldik. O'zbekiston bog'iga o'tgan yil borgan edik.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalar sportini rivojlantirish O'zbekistonda sog'lom avlodni voyaga yetkazishning ustuvor yo'nalishi bo'lib, bunda zamonaviy sport inshootlarini qurish, moddiy texnik bazani mustahkamlash, malakali murabbiylarni tayyorlash hamda ommaviy musobaqalar orqali yoshlarni sportga jalb etishning yaxlit mexanizmi yaratilgan. Eng asosiysi, bu mexanizm ishlamoqda. Ijobiy natijalar ham qayd etilmoqda. Sport sog'lom turmush tarziga targ'ib qiladi, insonga jismoniy tetiklik va faollik ham baxsh etadi. Va yana bir muhim jihat, aynan sport temir intizomni shakllantiradi. Va shuni ham aytib o'tish kerakki, aynan sportchilarda vatanparvarlik ruhi yuqori bo'ladi. Shu bois ham mamlakat nufuzini dunyoga namoyon etuvchi kuchlardan biri aynan sport hisoblanadi. Bugun biz Toshkent shahridagi sport maktablari faoliyati bilan tanishdik. Ulardagi sharoitlarni o'rgandik. Sportchilarning yutuqlari bilan ular bilan birgalikda faxrlandik. Va ko'rsatuvimiz yakunida shunday xulosa qilish mumkinki, bugun ushbu sportchilarimiz orasida O'zbekiston nomini dunyoga olib chiquvchi, jahon arenalarida aynan O'zbekiston nomini himoya etuvchi, bayrog'imizni yuqori hilpiratuvchi sportchilar aynan ularning orasidan yetishib chiqishiga biz ishonamiz. Zero buning uchun barcha sharoit va imkoniyatlar ham yetarlidir.